Nima bo'ldi? Nega to'xtab qoldik? Bilmayman, bu juda g'alati. Uy, nega birdan sovuq bo'lib ketdi? Bizni ko'rib qolishdi, lekin qo'rqma. Bu Neptunoid. Neptun qo'riqchisi. Sen kimsan? Men odamman. Men Yer sayyorasidan keldim. Yo'q, kechasi yiqilib ketsang-chi? Bu yerda tutqich bor-ku? Xavotirlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, dada. Mayli, lekin qo'rqsang, darrov pastga tush. Yo'q, hech ham qo'rqmayman. Yulduzcha bugun kelarmikin, a? Voy, yulduzcha? Senga zo'rg'a yetib oldim. Biz shunchaki juda tez ketayotgan edik. Yana ham tezroq uchishni xohlaysanmi? Bu qayerga? Eng shamolli sayyoraga. Neptungami? Ha, tayyorlan. Bu poyezd emas, raketa-ku. Bu koinotdagi eng zo'r poyezd. Keyingi bekat Neptun. Juda chiroyli ekan. Voy, shamol juda kuchli-ku. Neptunda shamollar kuchli bo'ladi. Voy, xuddi dengizga o'xshaydi-ya. Koinot mo'jizalarga boy. Nima bo'ldi? Nega to'xtab qoldik? Bilmayman, bu juda g'alati. Uy, nega birdan sovuq bo'lib ketdi? Bizni ko'rib qolishdi, lekin qo'rqma. Bu Neptunoid. Neptun qo'riqchisi. Men odamman. Men Yer sayyorasidan keldim. Demak, sen odamsan. Nega shuncha uzoq yo'l bosib kelding? Neptunni o'z ko'zim bilan ko'rishni xohlagandim. Men koinotni o'rganishni yaxshi ko'raman. Koinot qiziquvchan bolalarni yaxshi ko'radi. Odam bolasi, Neptunga xush kelibsan. Rahmat janob qo'riqchi. Har bir sayyoraning o'z tarixi bor. Yo'lingiz doim yorug' bo'lsin. Neptunda yana ko'rishguncha. Endi Yerga qaytishimiz kerak. Ha, endi Yerga qaytaylik. Wow! Endi bu mening eng sevimli poyezdim.